chiqib qarang. Bog'iylar mo'g'or bosib ketgan. Xususiy bog'cha faoliyati to'xtatildi. Bitta bolaga berilgan ovqat mana bugun peshinda yedi, salati yo'q. Oyog'im yopishib qolyapti anaqada bor-ku. Buni qarang. Buni qarang. Buni qarang, suv oqyapti. O'zi bittagina. Qarang bu necha foiz solingan bunga? Qancha solingan? Ha? Necha foiz solingan? Fuqarolardan kelib tushgan murojaatga asosan Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasi tomonidan biznes ombudsmanni xabardor etish tartibida Yashnobod tumanida noqonuniy tarzda faoliyat yuritayotgan xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotida tekshiruv o'tkazildi. Natijada obyektda sanitariya qoidalarining qo'pol ravishda buzilish holati aniqlandi. 6 oy oldin shuni ko'rmavdizmi debman. Yashnobod tumanida joylashgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida nazorat tadbirlarini olib borishimizga asosiy sabab o'sha fuqarolardan kelib tushgan murojaatga asosan o'rganish olib bordik. Ushbu murojaatda o'sha ta'lim tashkilotida ishchi xodimlarning tibbiy ko'rikdan o'tmasdan ishlashi, ishchi kiyimi yo'qligi to'g'risida murojaat kelib tushgan edi, hamda litsenzion faoliyat yurg'izmayotganligi, birorta bir tashkilotdan xulosa olmagan holatda ish faoliyatini olib borayotgani qayd etilgan edi. Haqiqatda biz o'sha biznes ombudsmanni xabardor etish orqali o'rganishga chiqqanimizda, haqiqatda ta'lim tashkilotida faoliyatni hech qanday davlat tashkilotlaridan ruxsat olmagan holatda bir necha yillardan beri faoliyat olib borayotganligi, ushbu ta'lim tashkilotida 20 dan ziyod tarbiyalanuvchilarga xizmat ko'rsatilayotganligi, ta'lim tashkilotiga tarbiyalanuvchilarni qabul qilishda tarbiyalanuvchilarning sog'lig'i to'g'risida biron bir ma'lumot olib qolinmas ekan, tibbiyot kartalari yig'ilmaydi, tarbiyalanuvchilarning yuqumli kasalliklar bilan kasallanganlik yoki kasallanmaganligi to'g'risida ma'lumot mavjud emas. Tarbiyalanuvchilarni maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish vaqtida ertalabki saralash ishlari mutlaqo olib borilmaydi. Tibbiyot hujjatlari mutlaqo yuritilmagan va ushbu hujjatlarni yuritish bo'yicha umuman bilim malakiga ega emas. Sut mana. Uyda tayyorlangan sutni ishlataman dedilar. O'rganish vaqtida dalolatnoma rasmiylashtirildi, yig'ilgan ish hujjatlari soliq qo'mitasiga va boshqa tegishli tashkilotlarga taqdimnoma sifatida taqdim etildi va tashkilotning ish faoliyati vaqtincha to'xtatildi.